Pechini dükkanıdaki hamakat g'alati maxluq. Bo'ladi Govo. Biz tartib bo'yicha bu pechinlarni yeylik. Bu eng egizda boshda yesin. Shunga men boshda yey. Bu pakala keyin yesin. Men keyin yey. Hay. Endi bo'yi egizlarmi, bo'yi pakarlarmi hech qaysisi pechini yemaydigan bo'ldi. Chaqiraq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ldi. Bu Mukral xonimgan. U o'zining pechin do'konida g'alati maxluqlar pechinsi pishirdi. Biz yetishgan g'alati maxluq pechini yeyishni yaxshi ko'ramiz. Bak yeyishlik. Yaxshimisiz Mukral xonim? Yaxshimisizlar, Lili, Marcus, Govo mening faqatla amalim qolmadi. Mukral xonim, siz qanday qavarchilik yo'qdingiz? Men ozroq ishlar bilan sirtqa chiqmoqchi edim, biroq mening jiyanim hamoqat g'alati maxluqqa yordamlashga kelibdi. Hamoqat g'alati maxluqi. Moslaviyadagi eng hamoqat maxluq. To'g'ri dedingiz, u haqiqatan shundoq. Masladan mushu yerda u mening g'alati maxluq pechinamni qulaymaqan qilyapti. Qaranglar uning kiyinivelishiga. Hamoqat g'alati maxluqi paypqini oyoqdan sirda kiyibdi. Kalt ishtinning sirda kiyibdi. U nihoyatda bek. Hamoqat maxluq. To'g'ri. Men hozirla sirtqa chiqatdim, biroq men bu hamoqat g'alati maxluqni do'konga yolg'iz qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Yolg'iz qo'ysam u bu yerni qalayim-qalashtirib yetadi. Shunga sizlar kelib qarab bersanglar bo'lamdi. Do'konga xaridor kelmadi, menga bir les g'alati maxluq pechingiz pishirib bersanglar. Andish qilma Mukral xonim. G'alati maxluq matematika atrofidaglar hozirla yo'lga chiqadi. Biz bir les g'alati maxluq pechinsi pishiramdi. Men ishlaymanki, biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimida foyda qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, tartib. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Tartib. Hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin keyin. Ma'qul Lili. Mayli g'alati maxluq matematika atrofida tezroq berib yordam qilaylik. Bo'lmasa Mukral xonimning g'alati maxluq pechini do'koni o'ngtay-to'ntay bo'lib ketadi. Yaxshimisiz, g'alati maxluq matematika atrofida tangriga shukr, sizlar oxiri keldinglar. Men faqat chiday olmadim. Hamoqat g'alati maxluq pechinilarni qalayimqan qilyapti. Ansirmang Mukral xonim, biz sizga g'alati maxluq pechinisini pishirishga yordam qilamiz. Biz yepishqoq pechinlarni yeyishni bek yaxshi ko'ramiz. Bek yeyishlik. Tangrim, men mangmisam bo'lmadi. Cho'qim reseptga tartib bo'yicha qalanglar. Bu bek muhim. Tartib bo'yicha? U nima gap, ha? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Tartib. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1 2 3 Tartib. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Bu g'alati maxluq kiyimni kiyib maktabga bormoqchi, biroq qanday kiyishni bilmadi. Paypoqni oyoqning ustiga kiydi. Nima degandir? Sen kiyimni qalayimqan kiysang bo'lmaydi. Avval paypoqni, andin oyoqni kiygin. Tartib bo'yicha kiysang xatolashmaysan. Ish kiyimni ishtonning sirtiga kiyib olsang va qisqarlik turadi ekan, biroq undaq kiysang bo'lmaydi. Avval ish kiyimni, andin ishtonni kiyish kerak. Endi to'g'ri bo'ldi. Hozir hamma kiyimlarni to'g'ri kiydi. G'alati maxluq kiyimni kiyib bo'ldik. Maktabga berish tayyorligi bitdi. Tartib bo'yicha ish qilsa bek jaboliq ekan. Bo'ladi. Bizga besh yordam qildi. Biz hozir tartib bo'yicha ish qilishni bilib oldik. To'g'ri. Ish qilganda oldikani tartib bo'yicha ish qilish kerak. Masalan, oldi bilan paypoqni kiyish, andin oyoqni kiyish. Yana ish kiyimni boshda ishtonni kiyindin. Mukral xonim bizga retseptga tartib bo'yicha qilinglar degan. Tartib bo'yicha ish qilishni bilib oldik. Biz cho'qim bir les g'alati maxluq pechinsi pishira olamiz. Tartib degan matematika askartma so'zi. Shunga biz g'alati maxluq matematika o'qimidan foydalanmaylik. Hamoqat g'alati maxluq.
reseptini ko'rib baqsaq bo'lamdi. Men ko'rib azroqmi tushunamadim. Men bek hamoqat. Leli, reseptga nima deb yozilibdi? Bununla avval pechini yipishqaqlarını pişiriş taxtasiga qo'ydik ekanmiz. Andan qo'shimcha materiallarni ustiga qo'yib, pechini qaqlab pishirdik ekanmiz. Andan pechini jaz ustiga qo'ydik ekanmiz. Biroq men bularni hammasini qildim. Men avval qo'shimcha materiallarni pishirish taxtasiga soldim. Mana bundaq andan qaplab pishirdim. Andan uni jozi ustiga qo'ydim. Eng oxirida pechini pishiriqlarini ustiga qo'ydim. G'alati maxluq pechinisini yasab bo'ldi. Bu qarmoqqa g'alati maxluq pechinisiga o'xshamaydi-ku, ha? İsmi g'alati maxluq pechinisiga qat'iy o'xshamaydi ekan. Menimcha bu pechini tek qaqlab pishirmadik. To'g'ri, ham qo'shimcha materiallar ustiga selinmagan. Men nima degandim? Men nimani xato qilgandim men? Sizningcha bu hamoqat g'alati maxluqning qilgan pechinisi tartib bo'yicha bo'lganmidi? Menimcha bu shundoq. Biz eng yaxshisi boshdan oxir yana bir qitim qilib baqayli. Bu qitim to'g'ri tartib bo'yicha pechini pishirayli bo'lammi? Reseptda birinchi qadamda avval pechini yipishqaqlarini pishirish taxtasiga qo'ydik ekanmiz. Ondan qo'shimcha materialni sepdik ekanmiz. Men pishirish taxtasini olay. Men pechini yipishqaqlarini olay. Men qo'shimcha materiallarni olay. Andan bu qo'shimcha materiallarni qo'yay. Vah, bo'ldimi? Qarmoqqa to'g'ri emaslikla qiladi-ku, shundaqmi? İşte hamakatlar. Sizler unutup kaldınlarmı? Biz çokum doğru tertip boyunca pechini yazışımız gerek. Avval pechini yipishqaqlarını pishirib taxtasiga qo'yamiz. Ondan keyin qo'shimcha materialni ustiga sepamiz. Bek hamoqat. Birinchi qadamda avval pechini yipishqaqlarini to'kamiz. Bo'ldi. Pechini yipishqaqlarini pishirish taxtasiga to'kib bo'ldik. Hozir qo'shimcha materialni sepamiz. Bu eng qaltis qismi. To'g'ri, biz cho'qim jiq sepishimiz kerak. Qarmoqqa bak yeyishlik ko'rinyotadi. Uningdan keyinchi. Andan biz pechini do'qibga silib qaqlab pishiramiz. Eng oxirida uni jaz ustiga qo'yamiz. Ama qilay. Jaz ustiga qo'ydi. Undaqda yesak bo'lamdi. Menimcha bo'lmadi-ku deyman-ku bu. Sizlar-chi? Nega bo'lmadi? Men shunday qo'yilgan. Amisi biz tartibni almashtirib qo'ydikmi? Biz avval pechini yipishqaqlarni to'kib bo'ldik, to'g'ri? Ondan keyin qo'shimcha materialni sepdik. To'g'ri. Andin biz uni duxovkaga solib pishiramiz. Hopla, biz pechenni jaz ustiga qo'yib qo'yibdimiz. Tex duxovkaga solib qaqlab pishirmabdik. Tartib yana xato bo'lib qopti. Yana qalayim qaqilib o'tibdi men. Men xatoligini tuzitib beray. Buni duxovkaga solamiz. Endi bo'ldimi? Tek bo'lmadi-ku bu. Ozroq vaqt saqlasak anda pishirib bo'lamiz. Bo'ldi. G'alati maxluq pechinisini qaqlab bo'ldik. Eng oxirida biz buni jazning ustiga qo'yaylik. Biz yipishqaq g'alati maxluq pechinisini bak yaxshi ko'ramiz. Bak yeyishlik. Xaridor keldi. Men birinchi. Men ikkinchi. Men bek hamoqat. Kimga boshni berishni bilmay qoldim. Hopla, endi qanday qilishimiz kerak? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Tartib, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3, tartib. Bak qaltis bo'ldi. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. 3 dona raqamli kichik maxluqlar tizildi. Boshdan oxiri 1, 2, 3 dal mushu tartib bo'yicha tizildi. 3 kichik g'alati maxluqlar har tarafga qochib ketdi. Ko'rdinglarmi? Rad qalayimqan bo'lib ketdi. 3 dona raqamli kichik maxluqlar tizildi. Boshdan oxiri 1, 2, 3 dal mushu tartib bo'yicha tizildi. Xayr xo'sh. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Bizga bek cho'q yordam qilding. Biz hozir tartibning nimaligini bilib oldik. Narsalarni tartib bo'yicha tizishni bildirdi. Hey, sizmi tartibning nimaligini bildingizmi? Avval biz bu kichik maxluqlarni tinchlantiraylik. Ondan ularga pechini tarqitib beraylik. Hey, yoki bo'lmasa ular rad tartib bo'yicha tizilib tursin. Biroq qanday rad tiziladi? Ular do'konga kirganda qo'liga birdan nomer olgan edi. Ondan ularning qo'lidagi nomerga asosan pechini tarqitib beraylik. Men yordamlashay. Bo'ldi, kichik maxluqlar. Kelib, rad tizlanglar. Bu birinchi nomer. Bu ikkinchi nomer. Bu 3-chi nomer.
Bo'ladi. Bu birinchi numar. Bu seninki. Ikkinchi numar. Bu seninki. Bu seninki. Uchinchi numar. Biz pishgan g'alati maxluq pechenisini bek yaxshi ko'ramiz. Haqiqatan yeyslik. Oo. Bizning yordamimiz ostidan bu Kral xonimning do'kini qalaymagan bo'lmasdan yana bir les o'xshagan g'alati maxluq pechenisi pishirdik. Biz tartibning nimaligini bilgandan keyin andin qila oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz birlikda g'alati matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Oh, qaranglar, yana bir qancha pechini eshib qopdi. Biz tartib bo'yicha bularni yevitayli. Bu egizlar avval yesin. Chaqchaq qilib qo'ydim go'vo. Bo'yi pakarlar boshda yesin. Yo'q, meningcha eng hamoqat g'alati maxluqi eng boshda yesin. Men bek hamoqat. Vah.